Azim Suyun. O'zbekiston xalq shoiri, o'zbek zamonaviy adabiyoti rivojiga hissa qo'shgan atoqli namoyanda. Uning "Men sizni sevaman" 7 kitob nomli kitoblari, Sarbadorlar tragediyasi, O'zbekiston, Zamin taqdiri, Bir tomchi suv dengizga aylangan kecha va yoki Imorat kabi dostonlari kitobxonlar orasida mashhur bo'lgan. Azim Suyun. Vatan yoshlari she'ri. Biz o'zbek yoshlari, vatan yoshlari, vatan taqdiriga taqdirdosh nasl, millatning bir jonu bir tan yoshlari, buyuk kelajakka daxldor mas'ul, mardona tashlaylik qadam, ozod yurt, obod yurt bo'lsin mukarram. Ota-bobolardan jasorat meros, barhayot shonlari ular kimniki? Nomusi, vijdoni, e'tiqod, ixlos barchasi bizniki, barchamizniki. Mardona tashlaylik qadam, ozod yurt, obod yurt bo'lsin mukarram. Ona O'zbekiston yo'li porloq, oq, uning ertasi o'zimizdadir. Abadiy porlasin muqaddas bayroq, el yurtga qo'limiz ko'ksimizdadir. Mardona tashlaylik qadam, ozod yurt, obod yurt bo'lsin mukarram.